Financial reportingda bilishimiz kerak bo'lgan keyingi muhim narsa bu elements of financial statements, ya'ni moliyaviy hisobotlarning elementlari. Moliyaviy hisobotlarning asosiy elementlari xalqaro standartga, xususan IFRSga muvofiq quyidagilardan iborat. Bular assets, ya'ni aktivlar, liabilities majburiyatlar, owners equity, kapital, ya'ni sof aktiv ham deb aytiladi. Revenues bu daromad va expense bu xarajatlar. Endi har bitta elementga ta'rif berib, uni misollarini ham keltirib o'tamiz. Birinchi assetsdan boshlaymiz, ya'ni aktivlar. Aktiv bu korxona tomonidan nazorat qilinadigan, ya'ni o'tmishdagi hodisalar natijasi sifatida vujudga kelgan va kelajakda korxonaga iqtisodiy foyda keltirishi kutilayotgan resurs. Aktiv shu 3 xil sifatga ega bo'lishi kerak. Birinchisi u nazorat qilinishi kerak, ya'ni ownership. O'sha kompaniya yoki korxona aktivi ustidan o'sha ownership huquqiga ega bo'lishi kerak va u o'tmishdagi hodisalar natijasida vujudga keladi. Ya'ni transaction, ya'ni past events deyiladi. Ya'ni uni sotib olgan bo'lishi mumkin yoki o'zi kapital sifatida kiritgan bo'lishi mumkin. Va kelajakda korxonaga iqtisodiy foyda keltirishi kerak. Ya'ni o'sha future economic benefit deb aytiladi, ya'ni terminida. Ya'ni korxonaga qanaqadir foyda keltirishi kerak iqtisodiy. Ularga misol qilib, masalan, naqd pul, ya'ni cash, masalan, raw material, ya'ni masalan inventories deydi, ya'ni ombordagi xomashyolar va bino va inshootlar, ya'ni building deb aytiladi. Yoki land yoki yer ham bo'lishi mumkin va uskunalar, uskuna yoki qanaqadir anjomlar, o'sha PPP deyiladi, plant property equipment yokida bo'lishi mumkin trade receivable deyiladi. Ya'ni bu mijozlardan qarzlar, ya'ni mijozlarning qarzlari, kreditga kompaniyadan mijozlar narsa sotib oladi, tovar sotib oladi va uni qanchadir muddat ichida beradi. Ya'ni short termda, ya'ni 1 yil ichida deb hisoblanadi. U olingan tovarni pulini to'lab beradi. Bular ham kompaniyaning aktivlariga kiradi. Keyingisi majburiyatlar, ya'ni liabilities. Majburiyat bu korxonaning o'tmishdagi voqealar natijasida yuzaga kelgan va kelajakda iqtisodiy resurslarning chiqib ketishiga olib keladigan hozirgi majburiyat. Ya'ni bu korxonani masalan qarzlari, kredit yoki soliq majburiyatlari bo'lishi mumkin yoki ish haqqi bo'yicha qarzlari, masalan, qaysidir xodimlarga hali to'lab bermagan bo'lsa, o'ziga qarz qilib yozib qo'yishi mumkin. Yoki yetkazib beruvchilarga to'lanadigan summalar, masalan, o'sha trade payables bo'ladi. Masalan, o'sha trade receivables teskarisi, masalan, trade receivable'da mijozlar bizdan olgan bo'lsa, endi biza, ya'ni kompaniya qaysidir o'sha supplierlarga, ya'ni yetkazib beruvchilarga to'lab berishimiz kerak bo'lgan summalar liabilitiesga kiradi. Uchinchisi kapital yoki owners equity. Kapital bu korxonaning aktivlari va majburiyatlari o'rtasidagi farq. Ya'ni bu korxona egalari ulushi hisoblanadi. Bu aktivlardan, ya'ni shu assetsdan shu liabilityni olib tashlasak, shu qoladigan net worth deb ham aytiladi. Ya'ni kompaniyaning egalari, ya'ni ownerslarni shu kiritgan kapitali, yig'ilib borgan qanaqadir earnings bo'ladimi? Shu hammasi qoladigan summa shu kapital bo'lib qoladi. Unga ustav kapitali yoki rezervlar yoki taqsimlanmagan foyda misol bo'lishi mumkin. To'rtinchi elementimiz bu daromadlar, ya'ni revenues. Daromadlar bular aktivlarni oshishi yoki majburiyatlarni kamayishi natijasida kapitalni ortishiga olib keladigan iqtisodiy faoliyatlar. Masalan, bular bo'lishi mumkin sotuvdan tushadigan tushum yoki foiz daromadi yoki ijaradan tushadigan daromadlar bo'lishi mumkin. Masalan, kompaniyani assetlari bor, masalan, binosi yoki yeri yoki mashina yoki boshqa aktivlari bor, uni ijaraga berib qo'ygan, ya'ni rental income deb o'shalardan tushadigan pullar misol qilib keltirish mumkin.
Beshinchi elementimiz bu xarajatlar, expense. Xarajatlar bular aktivlarning kamayishi yoki majburiyatlarni oshishi natijasida kapitalni kamayishiga olib keladigan iqtisodiy foyda kamayishi, ya'ni bularga misol qilib ish haqqi yoki xomashyo xarajatlari, masalan, ishlab chiqarishda yokida elektr energiyasi uchun to'lov, gaz yoki mana shu utilities deb aytiladi. Shu ishlab chiqarish kerak bo'lgan gaz, svet, elektr ketadigan xarajatlar va amortizatsiya, ya'ni depreciation yoki amortization bo'ladi. Ya'ni bu eskirish deb tarjima qiladigan bo'lsak, qaysidir masalan shu fixed assetlar asosan shu amortization ya'ni depreciation qilinadi. Intangible assetlar, ya'ni tangible, intangible assetga bo'linadi. Tangible'ga ya'ni o'sha bo'ladigan, ya'ni fizически bor narsalar o'sha tangible asset, intangible'ga bo'lishi mumkin. Shu goodwill yoki shu brand name yoki qanaqadir patent shular intangible asset hisoblanadi. Va shularni eskirishi ham shu xarajatlarga kiradi. Va yana bitta muhim narsa, asset ya'ni aktivlar o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Non-current asset bilan current assets. Current o'zi tarjima qilsak hozir degan ma'noni bildiradi. Ya'ni hozir degani bu short termni bildiradi. Short term bu bir yil ichidagi muddatni o'z ichiga oladi. Ya'ni within 1 year deb aytiladi. Ya'ni current assetlarga kiradi inventories, ya'ni xomashyolar, shu sklad deymizmi? Shu qarzdorliklar, mijozlarning qarzlari, ya'ni trade receivable. Va cash ham current assetga kiradi. Non-current assetga non-current bu hozir, ya'ni currentga teskari. Va buni ikkinchi nomi fixed asset ham deb aytiladi. Unga binolar, ya'ni building, land yoki o'sha PPE, ya'ni plant, property, equipmentlar kiradi. Ikkalasini farqi current bilan non-current o'sha current bu short termga, ya'ni within 1 year. Non-current bu long termda more than 1 year bo'ladi. Shu orqali farqlab olsa bo'ladi. Xuddi shu prinsipda liabilities, ya'ni majburiyatlar ham shunaqa non-current bilan current ga ajraladi. Current liabilityga, ya'ni bir yil ichidagi qarzlar kiradi. Bularga bo'lishi mumkin. Masalan, kreditlarni ham bir yilga olingan, ya'ni bir yil ichida to'lab beriladigan kreditlar bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari yetkazib beruvchilar, ya'ni supplierlarga to'lanadigan summalar ham current liabilityga kiradi. Undan tashqari ish haqqi bo'yicha ham qarzdorliklar, masalan, shu payableslar, masalan, keyingi oy yoki masalan o'tgan oylarnikini keyingi oylarda to'lab beriladigan bo'lsa ham, bu ham shu current liabilitiesga kiradi. Non-current liabilitiesga uzoq muddatli o'sha kreditlar, masalan, 5 yillik, 10 yilligiga olingan kreditlarni misol keltirishimiz mumkin. Slaydda oxirida shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerakki, asset, liabilities va owner's equity bular statement of financial position, ya'ni balance sheetda elementlari, ya'ni biz balance sheetda ko'ramiz. Bu elementlarni expense va revenuesi bo'lsa income statement, ya'ni statement of profit or lossda revenue va expense ko'rishimiz mumkin. Mana endi components of a set of financial statements, ya'ni shu financial statements moliyaviy hisobotlarni o'zini ko'ramiz. Ya'ni moliyaviy hisobotlar qaysilar, nimalardan tashkil topgan. Birinchi bo'lib moliyaviy hisobotlar to'plami o'zi nima degan savolga javob berib ketsak, bu korxonani moliyaviy holati va moliyaviy natijalari va pul oqimlari haqida to'liq, tizimli va standartlashtirilgan ma'lumotlarni taqdim etuvchi asosiy hujjatlar to'plami. Va moliyaviy hisobotlar to'plami asosiy 5 qismdan tashkil topgan. Bular birinchisi moliyaviy holat hisoboti, ya'ni statement of financial position yoki balance sheet ham deb aytiladi. Ikkinchisi moliyaviy natijalar hisoboti, ya'ni statement of profit or loss, income statement ham deb aytiladi. Uchinchisi kapitaldagi o'zgarishlar hisoboti, ya'ni statement of change in equity.
To'rtinchisi pul oqimlari hisoboti, ya'ni statement of cash flows va so'nggisi izohlar, ya'ni notes to financial statements. Shuni ta'kidlab o'tish joiz. Financial position, ya'ni statement of financial position yoki balance sheet deb aytsa ham bo'ladi. Balance sheet va income statementni o'zini standart formati bor. Ya'ni buni misolda ko'radigan bo'lsak, mana quyidagi o'sha Kaplan study tekstida ham berilgan. Shu misoldan olingan o'sha standart formati bor. Mana slaydni chap tarafida statement of financial position at 30 June 2007, ya'ni balance sheet berilgan chap tarafda. Mana ko'rganimizdek non-current assets, current assets va total asset berilgan. Like equities and liabilities. Equity share capital, share premium, revaluation surplus, return earnings bu equity elementlari kiradi va undan keyin mana total equity 90,650 dollar. Undan keyin liability, non-current liability, current liability. Va accountingda bitta formula bor. Ya'ni assets equal liabilities plus equity. Ya'ni aktivlar majburiyatlar bilan kapitallar yig'indisi teng. Mana bu yerda ham ko'radigan bo'lsak, mana total assets mana total assets 117,700. Mana anaqani ko'rsa ham 90,650 ga 10,050 ni qo'shsak 110,700. Ya'ni bir-biriga teng. Va shu orqali ham anaqani balance sheet to'g'ri tuzilganini tekshirib olsa ham bo'ladi. Endi P&L accountga, ya'ni income statementga keladigan bo'lsak, bunda boshida sales revenue, ya'ni sales revenue yoki breakdown qilib berilishi ham mumkin. Bu sal murakkabroq formatda ham ko'rinishi mumkin. Ya'ni produktlar bo'yicha qancha sotuv amalga oshirilgan, o'shani ko'rsatish mumkin yoki umumiy sales revenue deb ham berish mumkin. Bunda birinchi o'sha daromad, ya'ni sotuvdan va cost of sales bu себестоимость deyiladi, ya'ni uni tannarxi. Va daromaddan uni tannarxini olib tashlasak, shu gross profit kelib chiqadi. Ya'ni undan chiqqan foyda va qolgan gross profitdan keyin o'sha operating expense, ya'ni operatsionga, ya'ni operationga ketgan barcha xarajatlar ayirib tashlanadi. Va bularga shu distribution cost bo'lishi mumkin, administrative yoki selling expenselar yana bo'lishi mumkin. Ya'ni advertising costlar, bularni hammasini ayirib tashlasak, keyin bizda operating profit. Mana bizda income statementda 3 xil profit mavjud. Birinchisi shu gross profit. Bu shu salesdan, shu cost of sales ayirib tashlasak, gross profit kelib chiqadi. Keyin gross profitdan barcha shu operating expenselarni ayirib tashlasak, operating profit kelib chiqadi. Va operating profitdan keyin o'sha finance cost, keyin profit, income tax ayirib tashlasak, yana boshqa xarajatlar bo'lishi mumkin. O'sha profit for the year yoki deb net profit ham deb aytiladi, ya'ni sof foyda. O'sha yil uchun shu sof foyda, o'sha profit for the year deb aytiladi. Va income statementda standart formati shunaqa. Birinchi o'sha revenue, keyin cost of sales, ikkalasini difference, ya'ni ayirsa gross profit kelib chiqadi. Gross profitdan keyin barcha operating expenselar ayriladi. Undan operating profit hosil bo'ladi va operating profitdan o'sha qanaqadir finance costlar yoki income taxlar ayriladi. O'shanda bizda net income, ya'ni profit for the year kelib chiqadi. Profit for the year, ya'ni net profitni
Deydi yana bizada as a comprehensive income deb bo'lishi mumkin. Masalan, misol qilib shu Revolution Surplus keltirilgan. Revolution Surplus qayerdan kelib chiqadi? Bunda kompaniya masalan aktivlarini misol bo'lishi mumkin. Masalan, building yoki land o'sha bino inshootlari yoki yeri bo'lsa yerini revalue qilishi mumkin, ya'ni qayta baholatishi mumkin. Masalan, $10,000 bino misol uchun revalue qilinganda masalan 12,000 ga baholangan va unda o'sha 2,000 o'sha revaluation surplus bo'lib qo'shib qo'yiladi. Bunda o'sha 2,000 aktivi o'ziga, ya'ni o'sha building o'ziga qo'shiladi va bu yoqda xuddiki foyda qilib o'sha revaluation surplus qilib bu capital ketadi. O'sha capital account ichida o'sha revaluation surplus, ya'ni mana bu yerda ham ko'rsak, mana equity'ni ichida o'sha revaluation surplus turibdi. O'sha mana shu yerga qo'shib qo'yiladi. Birinchi chapterdagi keyingi va oxirgi muhim narsa bu important accounting principle and concepts, ya'ni asosiy va muhim prinsiplar va konsepsiyalar va bu quyidagilar. Birinchisi materiality, ya'ni ahamiyatlilik. Bu o'sha materialist deb ham aytiladi. Masalan, o'sha foydalanuvchilar qaroriga ta'sir qiladigan o'sha darajadagi muhim narsa hisoblanadi. Agar qanaqadir ma'lumot o'sha qaror qabul qilishga ta'sir qilmasa, u o'sha material hisoblanmaydi, ya'ni muhim deb hisoblanmaydi. Masalan, buni summada ham belgilab ko'rsatish mumkin. Masalan, million topadigan kompaniyalar nechidir 10 minglik, masalan 5 minglik, 10 minglik qilingan xatolarga yoki o'sha pulni noto'g'ri sarflanganligiga unaqa katta ahamiyat berishmaydi. Ular uchun bu immaterial hisoblanadi. Keyingisi substance over form. Substance over formda mazmun shakldan ustun bo'ladi. Ya'ni nima degani? Masalan, hisobotda qanaqadir tranzaksiya yoki eventlarni huquqiy shakli emas, balki iqtisodiy mazmuni asosida aks ettirish kerak bo'ladi. Masalan, misol uchun kompaniya masalan avtomobilni ijaraga oldim deb yozadi. Lekin ijara shartnomasi masalan sotib olishga teng bo'lsa, bunda aktiv sifatida ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Yana bitta misol redeemable preference share, ya'ni share bu o'sha aksiyalar, o'sha redeemable bu qaytarib beriladigan, masalan redeemable preference share'lar xuddiki obligation, ya'ni qarz sifatida beriladi va u to'liq repay qilib beriladi, ya'ni to'lab beriladi. Shuning uchun moliyaviy hisobotlarda bu redeemable preference share liability sifatida ko'rsatilishi kerak, ya'ni bu qarz sifatida ko'rsatiladi. Keyingisi going concern, ya'ni doimiy faoliyat. Bunda korxona yaqin kelajakda faoliyatini davom ettiradi va uni yopish yoki tugatish rejalashtirilmagan deb hisoblanadi. Va bu going concern konsepsiyasini yana F7, ya'ni financial reporting va F8 audit and assurance paperlarida yana bu chuqurroq o'rganiladi. Keyingisi the business entity, ya'ni korxona egasidan alohida subyekt hisoblanadi. Egasi va korxonani moliyaviy faoliyati aralashtirilmaydi. Misol uchun, masalan, owneri shaxsiy mashinasi bu korxonani aktiviga kirmaydi. Xuddi shunaqa korxonani nomiga olingan aktiv ownerniki ham hisoblanmaydi. Keyingi konsept bu accrual accounting, ya'ni hisoblash asosidagi buxgalteriya. Bunda daromadlar va xarajatlar ular yuz bergan vaqtda, masalan, ular naqd pul olinganmi yoki berilganidan qat'iy nazar hisobga olinadi. Misol uchun 2025-yil, masalan, dekabrda xizmat ko'rsatildi. Pul 2026-yilda olinsa ham, daromad shu 2025-yilga yoziladi. U qachon olinishini farqi yo'q. Ya'ni shu pul, fizический pul qachon olinishini farqi yo'q. Qachon xarajat yoki daromad qayd etildi, masalan, yuzaga keldi, o'sha sana bilan o'sha
periodga yoziladi. Keyingi prinsip bu prudence, ya'ni bu ehtiyotkorlik. Bunda zarar va xarajatlar imkon qadar ertaroq tan olinadi, foyda esa aniq bo'lsa ko'rsatiladi. Bunda shunaqa qoida bor, ya'ni assets and income should not be overstated, while liabilities and expense should not be understated. Ya'ni aktivlar bilan daromadlar ko'p qilib ko'rsatilmasligi kerak, ya'ni overstate qilinmasligi kerak. Liability va expense, ya'ni majburiyatlar va xarajatlar kamaytirib ko'rsatilmasligi kerak deb aytiladi moliyaviy hisobotlarda. Keyingi konsepsiyamiz bu consistency, ya'ni izchillik. Bunda bir marta tanlangan buxgalteriya siyosati, masalan, amortizatsiya usuli har doim bir xil qo'llaniladi. Bunda buni foydasi shundaki, moliyaviy hisobotlarni yildan-yilga solishtirish osonlashadi. Masalan, depreciationni olsak, masalan, bir necha turi bor. Masalan, depreciationni ham hisoblash, masalan, straight line bo'lishi mumkin yoki foizda hisoblanishi mumkin. Masalan, bir yilni boshida kompaniya tuzilgandan boshlab agar fixed asset, ya'ni inshoot bo'lishi mumkin yoki mashina yoki boshqa narsalarni fixed assetlarni, ya'ni straight line bo'yicha depreciate qilinadigan bo'lsa, ya'ni amortizatsiya qilinadigan bo'lsa, shu bo'yicha ketadi. Keyingi prinsipal bu offsetting, ya'ni bunda aktiv va majburiyatlarni yoki daromad va xarajatlarni o'zaro ayirib ko'rsatish mumkin emas. Ya'ni tranzaksiyalarni o'sha net off qilib yuborish, ya'ni bir-biridan ayirib yuborish financial informationni, ya'ni moliyaviy hisobotlarda kerakli ma'lumotlarni userlar uchun, ya'ni uni foydalanuvchilar uchun kamaytiradi va masalan yetarlicha ularda ma'lumotga ega bo'lmasligiga olib kelishi mumkin. Masalan, misol qilib, korxonalar bankda ham puli bo'lishi mumkin. Masalan, pul qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin, cash, va masalan o'sha bankdan loan, ya'ni kredit olgan bo'lishi mumkin va ikkalasini masalan offset qilib, masalan deylik 5,000 puli bor va 2,000 masalan loan olgan, o'shani ko'rsatib turib, masalan o'sha bank balans ko'rsatib turib 3,000 qilib bunday ko'rsata olmaydi. Aniq qilib, masalan, bank account, o'sha cash account qilib turib shu 5,000 ni ko'rsatish kerak va agar 1 yillik bo'lsa, masalan short term olgan bo'lsa, o'sha current liability'siga 2,000, agar long term bo'lsa, non current liability da o'sha 2,000 o'sha bank loan deb ko'rsatish kerak, ya'ni uni hammasini alohida ko'rsatish kerak. Bir-biridan ayirib ko'rsatib bo'lmaydi. Va yana bitta misol, masalan, sotuvdan tushgan daromad va xarajatlarni ayirib faqat foydani o'zini ko'rsatish ham noto'g'ri. Masalan, sotuvdan tushgan daromad qancha va uni xarajatlari qancha. O'sha oldingi slaydda ham ko'rdik. Income statementda o'sha standart formati, ya'ni birinchi hamma o'sha saleslar ko'rsatiladi, undan keyin cost of sales. O'sha hammasi o'sha detalni o'sha ma'lumotlar bilan ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Keyingi konsepsiyamiz bu duality, ya'ni ikki tomonlama yozuv prinsipi. Bunda har bitta buxgalteriya operatsiyasi kamida ikkita hisob raqamga ta'sir qiladi. Biri debit, ikkinchisi kredit. Ya'ni debit balance, credit balance hali o'tamiz. Bunda masalan naqd pul, masalan naqd pulga mahsulot sotilsa, shunda debit pul, ya'ni bizga pul kirib keldi, masalan cash bu o'sha debit account, sotuv bu credit account. O'shanda kreditni sales deb kiritamiz. Keyingi prinsipimiz bu historical cost and current value. Ya'ni historical cost bu tarixiy qiymat, ya'ni aktivlar dastlabki o'sha sotib olingan narxida hisobga olinadi, bozor narxida emas. Masalan, 2000 qaysidir kompaniya, masalan korxona 2010-yil masalan ochilgan va 2010-yilda masalan 5,000 ga mashina sotib olgan. O'sha 5,000 dan boshlab hisoblab turib
uyog'iga o'sha amortizatsiya, depreciation hisoblab ketiladi. Current value deb bo'lsa, bu bozor qiymatida hisoblab ketiladi. Ya'ni aktivlar yoki majburiyatlar shu joriy bozor bahosida baholanadi. Misol uchun, fond birjasidagi aksiyalar har kuni o'zgaradi va moliyaviy hisobotlarda joriy bahosida ko'rsatiladi. Mana birinchi chapterda o'tishimiz kerak bo'lgan narsa shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.